baxtim tilandim Xudo sen bo'lmasang nima qilardim suyaklarim qaqshaydi yomon iskanjaga oladi dardim yaxshiyamki sen bor mehribon Xudo sen bo'lmasang nima qilardim yaxshiyamki sen bor mehribon Xudo sen bo'lmasang nima qilardim Yıkılsam olay bulsa kadrim Doğruligim kim ham biladi Xudo sen bo'lmasang nima qilardim Doğruligim kim ham biladi Xudo sen bo'lmasang nima qilardim Yar boshimga men hammani do'stlik bilardim o'zing guvoh achib yoshimga Xudo sen bo'lmasang nima qilardim o'zing guvoh achib yoshimga Xudo sen bo'lmasang nima mehmonlarimizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yoqimli hayolimizni to'y egalariga to'ylar muborak bo'lsin. Azizlar, davramizni davom ettiramiz. Albatta keling kuyovlarimiz kelgunlariga qadar bugun davramizning aziz mehmoni bo'lib turgan ko'p yillar davomida madaniyat sohasida o'z faoliyatini yuritib kelgan, qolaversa yurtimizni to'y bayramlari, yaxshilik kunlariga sherik bo'lgan hurmatli
aziz insonimiz bor. Rashtiga Boynazarov davriga chorlaymiz. Albatta, tilaklarimizni ham bildiramiz, istaklarimizni birgalikda xonadonigalarga armag'on elisiz degan niyatda davriga so'zni davriga chorlaymiz. Marhamat. Rashtiga Boynazarov davrimizda bo'lsangiz keling. Mana shunday yerni yaxshi kunga sherik bo'lgan, sozimiz bo'lgan G'ayratjon Jo'raqulibdi oila qo'rg'onidan qolaversa, bugun ana shunday to'y tantanalarni, yaxshilik kunlarini hurmat qilib kelgan barcha azizlarimizga, qolaversa keling kuyovlarimizga tilaklarni armag'on etasiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli mezbonlar, to'ylarda charchamay xizmat qilayotgan qo'ni-qo'shni og'ayni do'st birodarlar. Assalomu alaykum. G'ayratjon, assalomu alaykum. Aziz do'stlar, mana bugun G'ayratjon Jo'raqulov xonadonida katta bir shodiyona bo'lyapti. Nevaramiz mana Azamjon, Azamsher deymiz biz hazillashib. Mana bugun nikoh to'yi munosabati bilan do'st birodarlarga, og'aynilarga bir piyola choy ustida mana davra qilib o'tiribmiz. G'ayratjon, mana shu kelayotgan kelin bilan tabriklaymiz. Mana sizga yana to'ylaringiz boshdan chiqmasin. Bundan keyin ham mana shu bor bilamiz. Mana shu to'ylarda ham mana shu do'st, birodar, do'stlar, qarindoshlar bilan birgalikda o'tirish hammamizga nasib etsin. Bu G'ayratjon bilan biz qarib endi 40 yil desam, sal ko'p ketadi. 35 yildan beri birga ijod qilamiz. Birgalikda shu to'ylarni endi xizmatida, to'ylarda bo'ldik. Yaxshi kunlarda bo'ldik, doimo xalqda. G'ayratjon, bundan keyingi ham mana shu san'atda, to'ylarda, yilda xizmatda charchamaygina ovozingizni baralla qo'yib, jonli ijroda qo'shiqlar kuylaverishingizni tilaymiz. Mana shu kelin bilan qo'shiq qaring, mana shu o'g'illarni, kelinlarni rohatini ko'ring nasib bo'lsa, do'stlarga ko'rib yuring. Doimo yaxshi kunimiz, to'ylarimiz birga bo'lsak, mana shunday uzoqdan, yaqindan, viloyatimizdan, hamma qo'shni viloyatlardan san'atkorlar bugun to'yga tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Hozir endi shu mehmonlarimizni bir-ikkita qo'shiqlar eshitaylik, bir jo'q ular ham kelib mana ko'pkariga ot qo'shib ayirib ketmasdan, ayirib ketsa hech bo'lmasa ikkita qo'shiq bilan. Salom aka ustoz o'tiribdi. Ozgina she'rda Salom akani o'z davriga taklif qilamiz, qolaversa qolgan hofizlar taklif qilamiz. Sizlarga yoqimli ishlahat tilayman. Yaxshigina chiroyli bo'lib mana qo'shiqlarimiz jonli ijroda bo'lyapti. Tinglab o'tishlaringizni, to'yda oxirigacha o'tishlaringizni so'rab hazil degan davlatda. Rahmat G'ayratjon, rahmat rais, sizga ham so'z berganingiz uchun suxandonlik sizga abadiy bo'lsin. Ovozlaringizga ovoz, bundan keyin ham chiroyli so'zlar, chiroyli she'rlar topib davrani qisqib boraveradi. Omon ishimiz, rahmat. Rahmat. Sizga o'z tashakkurimizni, minnatdorchiligimizni bildiramiz. Albatta, barcha azizlarimizga yoqimli sahat, yaxshi kayfiyat, xayrli oqshom yorligini tilaymiz. Azizlar, davramizni davom ettiramiz. Albatta, kelin kuyovlarimiz tayyor bo'lgunlariga qadar davrada ustoz san'atkorlar juda ham ko'p. Hozir men davramizga tilaklarini, qo'shiqlariga jon qilib kelgan ustoz san'atkor. Qolaversa, elimizning yaxshi kunlarida, to'y bayramlarida elni, yurtni yaxshi kuniga sherik bo'lgan, qolaversa o'zini muxlislarini auditoriyasiga ega bo'lgan ustoz san'atkor Salom akani davriga chorlaymiz. Marhamat ustoz, keling davriga. Salom aka. Albatta shogirdingiz G'ayratjon Jo'raqulibdi oila qo'rg'oniga atalgan tilaklarni ham bildirasiz, ezgu istaklaringizni bildirasiz. Qolaversa, davramizni quvonchlari bo'lgan aziz kelin kuyovlarimizga ham samimiy tilaklaringizni armag'on etasiz degan umidda davriga chorlaymiz. Marhamat ustoz. Marhamat. Salom aka, davrada bo'lsangiz davriga chorlaymiz. Qo'shiqlarda armon kuylanadi. Asli armon kuylanadi. Ishtadili vayron kuylanadi. Oshiqlarning og'zori qo'shiq, tinglaganlari bozori qo'shiq. Nolasiga dunyo sig'adi. Butun olam ro'yo sig'adi. Shirin kuymi, zuhro sig'adi. Oshiq qalbga sayqaldir qo'shiq. Muhabbatga haykaldir qo'shiq. Birgalikda ustoz san'atkori Salom akani davriga chorlaymiz. Marhamat. Qadrlonlar, mehribonlar, xon xalqi.
o'xshagan navbatdagi kelinni olyaptilar. G'ayrat elga ko'p xizmat qildi. Bola ham xizmat qilib keldi. Xalqqa halol xizmat qilib yurdi. Iloyim g'ayrat o'zi xayriya g'ayrat. Shu bilan u yomon-da shu bilan to'yga ketadi. Mana shunday bilan ko'zni xato qiladi, to'yga o'tib ketadi. Umri uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin. Kelin mana shu xonaga to'y qiladi o'tib ketsin. Inshaalloh. G'ayratni davrasida doim yigit mana shunday odamlarga, do'stlarga to'lab bersin. Chunki o'zini ko'rgan ochiq. O'zi zo'r yigit bu. Zo'r yigitligini men buni tan olaman. Shuning uchun kelga yuraman-da buni. Yaxshi kunlari ko'p bo'lsin.
havlatini bilmesen. Ota onasin kadriye kımmetini bilmesen. Dünyada candan aziz ey muteber oli başar bu işin nuri saadet havlatini bilmesen. Bu için nuri saadet havlatini bilmesen.
odam demay o'z hurmatini bilmasa ota-onasi qadri qimmatini bilmasa ota-onasi qadri qimmatini bilmasa
azizlar, do'stlar to'yga marhaba olaman. Assalomu alaykum ahli yaxshilar. Ishqilibsizlar, mustaqil O'zbekistonimizni, baxtli xonadonlarini, baxtli oilalarini biri bo'lgan ustoz san'atkor G'ayratjon Jo'raqulovni shoira yangamizni oila qo'rg'onini hurmat qilib kelgan hurmatli aziz insonlarimiz mana bugun o'z vaqtini, o'zligini halol mehnatlar bilan, halol peshona teri bilan el-yurtga dasturxon yozib to'y berayotgan, to'yning sohiblari bo'lgan ustoz san'atkorimiz G'ayratjon Jo'raqulovga shoira yangamizga to'ylar muborak bo'lsin. Azizlar, bugun sizni bizni diydorlashishimizga, ko'rishishimizga sababchi bo'lib davramizni to'rni bezab, kechamizni sultoniga aylanib turgan kuyovdira azamatlik bo'lsa ularning yonida bir dasta atirgul kabi ochilib, ajoyib to'yxonani, ajoyib koshonani malikasiga aylanib o'tirgan kelin singlimiz Pardaxon xonlarning baxt misol to'ylari. Kelin kuyovlarimiz, to'ylaring muborak bo'lsin, baxtli onlaring muborak bo'lsin. Nima yaxshi niyat qilgan bo'lsalaringiz, birgalikda amalga oshirishlaringiz tilaklashi bo'lib qolamiz. Hayoliy orzularing, hayotiy hamrohlaring bo'lsin aziz kelin kuyovlar. Bugun sizlar oila deb atalimiz muqaddas dargohga qadam ranjida qilmoqdasizlar. Ushbu dargohning usullari poydevorni sadoqatdan ko'ring. Zero sadoqat bu baxtning kalitidir. Alloh nasib qilib bugun birlaring kuyov, birlaring kelinsizlar. Kelgusi yillarda birlaringni otalikka, birlaringni onalikka buyuk nomga Allohning o'zi musharraf aylaganda, yaxshi kunlaringda, to'ylaringda diyor ko'rishni Allohning o'zi nasib qilsin degan bo'lsa. Marhamat keling yo'llarimiz. Davramizdan bemalol o'z o'rinlaringizni egallab, birlashib, sirlashib bugungi baxtli yuzal to'ylaringni inshaalloh ishlaringizga izn berganmiz. Hurmatli aziz insonlarimiz, bugungi yaxshilik kunimizni, bayramona to'yimizni hozir deb e'lon qilar ekanmiz. Barchalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Yoqimli saharlar yor bo'lsin. Albatta, bugun davrada ustoz san'atkorlarimiz ham ko'p. San'atkorlar davraga birin-ketin qadam ranjida qilmoqda. Hozir men davramizga tilaklarini, ezgu niyatlarini qo'shiqlariga jon qilib kelgan ustoz san'atkori Tursunjon Xolbayevni davraga chorlab qolamiz. Albatta, Boysundan atayda ustozni yaxshi kuniga sherik bo'laman deb, qolaversa chiroyli qo'shiqlari bilan, chiroyli tilaklari bilan davramizni mehmoni bo'lib turibdi. Marhamat. Ustoz san'atkorni davraga chorlaymiz. Qancha xushvaqt ovoz o'tdi bizgacha, qancha pir ustoz o'tdi bizgacha, dunyo san'atini qilib olsak ham Tursunjonni san'atga mehri bo'lakcha birgalikda tinglaymiz. Marhamat. Chiroyli san'ati bilan Tursunjon Xolbayev davraga chorlaymiz. Marhamat. Avvalambor mana shu xonadonga to'ylar muborak bo'lsin. Shu ustozimiz G'ayrat akamiz boshlari to'ydan chiqmasin, ularga doim yaxshi kunlar bo'lsin. Mana shu to'ylarda ko'p nasib etsin. Kelin-kuyovlarga baxt, omad tilaymiz. Ularga doim yaxshi kunlar bo'lsin. Kelin-kuyovlarga o'tishlariga ruxsat beramiz. San'atkorlar ko'p, bir juftdan qo'shiq qilish nasib qilgan ekan, to'ylar muborak bo'lsin. Ishqingda yorlar mendek kuymaslar, ularda bilmaslar, dunyo bilmaslar. Ishqingda yorlar mendek kuymaslar, ularda bilmaslar, dunyo bilmaslar. Magar yosh bilmani meyil tutsalar, mendek yonolmaslar, mendek kuymaslar. Ishqingda kuygan meni ko'nglim bilman, sarg'ayib so'lgan meni ko'nglim bilman. Ishqingda
osmondan bulutlar tarqamas osmondan bir qiyom o'qmadi İşkinde kuygan meni kümmen sarg'ayib so'lgan meni kümmen İşkinde kuygan meni kümmen sarg'ayib so'lgan meni sarg'ayib so'lgan meni